Bugungi kunda Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi pedagoglar uchun bilim, tajriba va yangiliklar maskaniga aylangan. Bu yutuqlarning asosiysi samarali boshqaruv, aniq strategiya va fidokorona mehnatdir. Markaz direktori Anvar Sobirov rahbarligida pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish, zamonaviy ta'lim yondashuvlarini joriy etish va ta'lim sifatini yuksaltirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Yil davomida maktabgacha umumiy o'rta ta'lim hamda maktabdan tashqari ta'lim muassasalari pedagoglari uchun amalga oshirish kurslari, seminar, treninglar, mahorat darslari va ochiq mashg'ulotlar tashkil etildi. Ushbu tadbirlar pedagoglarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlab, ularning kasbiy rivojiga xizmat qildi. Markaz faoliyatida raqamli texnologiyalar alohida o'rin tutadi. Masofali ta'lim platformalari, elektron o'quv resurslari hamda metodik qo'llanmalari pedagoglar uchun qulay va samarali imkoniyatlarni yaratdi. Anvar Sobirov rahbar sifatida jamoani birlashtira oladigan, tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydigan va har bir pedagog fikrini qadrlaydigan yetakchidir. Aynan shu yondashuv markazda sog'lom, ijodiy muhitni shakllantirdi. Shu bilan birga markaz faoliyatida xalqaro hamkorlik muhim yo'nalish sifatida rivojlanmoqda. Anvar Sobirov tashabbusi bilan xorijiy tajribalarni o'rganish va joriy etish bo'yicha muhim aloqalar yo'lga qo'yildi. Xususan, Xitoy Xalq Respublikasi ta'lim muassasalari bilan hamkorlik memorandumi imzolandi. Ushbu memorandum pedagog kadrlar tayyorlash, malaka oshirish, tajriba almashish hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini amaliyotga joriy etishga qaratilgan. Mazkur xalqaro hamkorlik doirasida qo'shma seminarlar, treninglar va metodik loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, bu viloyat pedagoglari uchun yangi imkoniyatlarni eshigini ochmoqda. Bugun pedagogik mahorat markazi nafaqat bilim beruvchi maskan, balki pedagoglarni qo'llab-quvvatlovchi, ularni kelajakka dadil yetaklovchi markazdir. Anvar Sobirov kelajak ta'limini bugundan barpo etayotgan zamonaviy fikrlovchi va mas'uliyatli rahbar. Kelajak ta'limi bugun yaratilmoqda. Yurtboshimiz ta'biri bilan aytganda, xalqimiz ertasining qanday bo'lishi bugun farzandlarimizning qanday ta'lim-tarbiya olishiga bog'liq. Mamlakatimiz kelajagi bo'lgan yosh avlodni ta'lim tarbiyasida birlashishga barchangizni chorlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.